Hammaga do'stlarimizmi? Abubakir Uzma yangi videoga xush kelibsiz. Bugun videoda emasmi? Qanday Abubakir 62. Hammaga do'stlarimiz, men ismim Abubakir 62 men yangi videoga xush kelibsiz. Bugun videoda taksi bari mashinasi tuzatamiz. Tejollarni topib olganmiz. Ayni daddalar bo'lib ketibdi. Anchada yotibdi. Necha 10 yil yotibgan, chunki daddalar bo'lib ketgan. Daddalarni boshini qilib kinosi ko'rganmiz, anaqa televizorda kinosi ko'rganmiz, ZOTVda qo'ygan, Sirvini anaqa chiqmagan, lekin ZOTVda chiqqan kinosi. Mana necha yil chiqqaniga, taksi bari kinosi necha yil chiqqaniga aytaymi? 1998-yil chiqarilgan, yana 7 yilda chiqarilgan. Mana bu yerda skon qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Mana hozir biz anaqa tuzatamiz. Oxirigacha kanalimni ko'rib turinglar va oxirigacha videolarimni ko'rib turinglar. Tuzatamiz. Böyle anaqa qo'yib qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yib qo'yasanmi bagajligiga? Bagaj? Bagajligiga qo'yish kerak-ku. Tuzatamiz. Qo'ymaslik sidini adar ketadi. Mana bu rul dishol ruli anaqa rul siniqi hamma narsa tattala bo'lib ketgan. Motori qo'ysak bo'ldi. O'tgan oyda Niva'ni anaqa ko'rgansiz, videosi ko'rgansiz. Bu Niva'ni uzatganmiz. Bugun biz taksi biri uzatamiz. Xo'p, qolgan videolarni tomosha qilinglar, daddalar qilmaymiz, chunki o'tgan safar Niva'ni daddalar qilib ketdi, daddalar qoldim. Uzatgan Niva'ni daddalar qildim, lekin ruli qo'yib qo'ysak, mana shu qo'yamiz va olamiz, uzatamiz. Rulni nima qilamiz? Uzatamizmi? Eshiklarni zavat bo'ldi. Bu yaqin 8-dekabrda Konstitutsiya kuni bo'lishi mumkin ekan, men bilmayapti. Anaqa Konstitutsiya kuni nomlab qo'yishgan, chunki Konstitutsiya kuni anaqa bo'lishi mumkin ekan. Dushanba kuni o'tyapti. 8-dekabrda yaqinda bo'ladi. Abubakir ketibdi. Shunaqa. Senlarni nima qilamiz? Bu yerga anaqa qo'yishimiz uchun, bu yerga anaqa palonka qo'yamiz. Oxirigacha ko'ringlar. Har anaqa 3-qismdan chiqadi. Agar 50 ta like yig'sak, 3-qism chiqadi va oxirigacha videolarimni tomosha qiling. Endi videolarimiz tenka taqaladi va anaqa oxirigacha ko'rishinglar mumkin. Shu videolarimni oxirida sidini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, keyin anaqa oxirigacha videolarimni ko'rsanglar. Anaqa ko'rishinglar kerak. Shu videolarimni eshik qatga qo'yib qo'ying. Eshikka bu yoqqa qo'yib qo'yiladi. Eshik ochib yopiladi. Tejol mashinasi eshik tez anaqa yuradi. Anaqa bu Tejol mashinasi O'zbekistonda yo'q, chunki O'zbekistonda bo'lganda taksi biri qoladi. Rossiyada anaqa ko'p, Tejol ko'p. Bizda yo'q. Tejol mashinalar yo'q. Tejol mashinasi dunyoga tarqalib ketdi. Anaqa qo'yib qo'yamiz. Qayerga qo'yib qo'yamiz? Yerga qo'yib qo'y. Bo'ldi, shu ertayinga oxirigacha yana 50 ta like yig'sak, chunki taksi biri
tuzatamiz. Yana ikkinchi qism bor edi. Ishi bor endi. Oxirgi ishiga qotdi. Olib qo'yaymi? Salonga qo'ydik. Salonda dabdala bo'lib ketdi. Motor qo'yildi. Eshiklar sedaniya qo'yildi. Yopib qo'ysak. Qo'y. Ha. U mashinaga o'tiramiz. Ketdi yo'lga chiqamiz. Sen mashinaga o'tir. Ha? Metromi? Hozir o'tiraman. Oxirigacha qo'yaman. Tejol mashinasida yo'q oxirida. Hayır. Endi kameram ishladi. Ketdik. Zatta bu. Zavod bor. Voy, ovozi anaqa nimaga bo'lmadi, chunki ovozini o'tgan videoda ovoz bo'lgan. Endi hozir yo'lga chiqamiz. Eski mashinasi chiqdi. Kim mashinasi egasi mashinasi yotgan ekan. Hali o'zi kelib ketdi. Voy, ehtiyot bo'l. Bu bakka o'zi ehtiyot bo'l. Iltimos qilaman. Voy, tezroq ehtiyot bo'lmayapman. Sikilasham. Mana shu yo'lga chiqdik. Anaqa yo'l Peugeot mashinasi yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqqanimizda endi trassaga chiqishimiz kerak. Trassa voy. Bamperdan talab bo'lib ketdi. Yaxshi qilamiz. Ehtiyot bo'l. Peugeot mashinasi yana dadila bo'ldi. Qo'y mashinamni. Bamper yaxshi qiluvdi. Sukun suvraman. Chunki sukun suvraganimda yo'lga chiqamiz. Bamperni anaqa tuzatganim yo'q, chunki bampersiz harakatlanadi. Ana ko'ra Matiz mashinasi bo'lmasa harakatiga bamper chiqib ketgan, oxirgi suvga tushib ketgan. Hozir uyda Matiz yo'q, chunki Matiz shunaqa. Sizlarga xayr savol bo'ldi, keyingi videoga qo'shguncha elektrik ikkinchi qismi chiqadi. Xayr. Hoppa.